bo'lsa ham yer yuzida hali ham yangi tug'ilgan chaqaloq edilar. Endigina ko'zlarini ochayotgan edilar. Har bir chaqaloq singari uning nozik tanasi ham o'sha yurtning qiyinchiliklaridan himoyalanmagan edi. Makkaning og'ir iqlimi chaqaloqlar uchun juda ham xatarli edi. Shu sabab yangi chaqaloqlar sahroda yashovchi sut onalarga ishonib topshirilar edi. U yerning toza havosida chaqaloqlar jismonan baquvvat bo'lib ulg'ayib, sof tilda gaplashishni o'rganishardi. Ominaning o'zi bu haqiqatlarni qabul qilsa ham, ammo uning qalbi o'tmishdagi o'sha og'riqdan azoblanardi. Qaniydi o'sha kuni turmush o'rtog'ini jo'natib yubormagan edi. Ammo qaytmadi. Endi esa yuragining bir parchasi bo'lgan o'g'li ham ketmoqda edi. Nahotki yig'laganda bag'riga bosa olmasa, birinchi qadamlarini bosayotganda qo'lchalaridan tutolmasa, qanday qilib jannatning hidi keladigan chaqalog'ini birovlarga berib yuborsa. Ammo bolasining kelajagi uchun boshqa ilojisi yo'q edi. Makkada hech kim yetimni asrab olishni istamasdi. Bu bola yetim-ku. Uni oilasidan bizga foyda yo'q. Birma-bir barcha sut onalar bolalarini olib ketishgan edi. Halimaga esa hech kim qolmagandi. Halima esa qalbi daryo ayol edi. U halimligi, saxiyligi bilan mashhur edi. Ammo taqdir uni tarixga boshqacha nom bilan yozib qo'yishni reja qilgan edi. Payg'ambar alayhissalomning sut onalari. Yuragida tortinish hissi bilan u eriga o'girilib dedi: Shuncha yo'l bosib keldik. Quruq qo'l bilan qaytishni hech ham istamayman. Mana shu yetim bolani olib keta qolaylik. Unday bo'lsa, oilasi bilan gaplashib ko'raylikchi. Shunday qilib Halima va uning eri Xoris Abdulmuttalibni oldiga borishdi. Ominaning yuragi ikki tuyg'u o'rtasida qolib ketgandi. Uzoq vaqt farzandining yuziga termilib turdi-da, so'ngra unga g'amxo'rlik qilsin deb Halimaga berib yubordi. Muhammad alayhissalom Halima bilan deyarli 2 yil yashadilar. Ana shu 2 yilda Halimaning uyi barakaga to'ldi. Yomg'ir yog'masa ham tomorqasi ko'm-ko'k bo'ldi. Hayvonlari boshqalarnikidan ko'proq sut berdi. Boshqalar esa buning siriga tushuna olmay turishardi. Ammo Halima buning siri qo'llaridagi barakali bolada ekanini bilardi. Payg'ambar alayhissalom 2 yoshga to'lganlarida sut onalari Halima emizishdan to'xtadi. Ungacha Omina o'g'lini sog'inib ado bo'lgandi. Makkadan o'g'lini qaytarish uchun xabar yo'lladi. Halima xabarni qabul qilgach titrab ketdi. Ana shu 2 yilda uni o'z bolasidek yaxshi ko'rgan edi. Uni Makkaga, Omina oldiga olib bordi. U shunday dedi: Har kuni